Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana keyingi xonadonimizda Xudo xolasa ish jarayonlarini bir sizlarga tanishtirib o'tamiz. Mana Xudo xolasa birinchi tashqarini akamizga tashqarini qilib berib, mana Xudo xolasa tashqari kazroklari bo'lib, sizlarga Xudo xolasa bitgandan keyin ponni bir chiroyli bir obzor qilib yana bir sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bu ham 04 oq ishlatyapmiz, faqat 04 oq palasasi yo devor karnizi yo hamma narsasi 04 oq bo'lyapti. Keyingi xonadonimiz mana shu yerlar ponni Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha chiroyli qilib yakunlab mana ustakalarimiz mana ish jarayonlarimiz mana reyka mana o'smaga qanday bitirishlarimiz mana o'yinlar bilan chiroyli qilib harakat qilib shu yerda hozir Xudo xolasa bugun urib yuborishadi inshaalloh, uyaltirmay tursa ertaga bu kazrokni bu tomonlarini chiroyli qilib shu bitgandan keyin yana sizlarga bir video qilib chiroyli qilib chiqaramiz. Aka, nima gap so'zlar aka? Charchab qolmasdan. Ob-havolar yozib ketdi aka. Yozib ketdi. Mana peshona karnizlarimiz, ish jarayonlari. Hozir akamiz burchaklarni chiqarib, qo'ldan kelganicha chiroyli qilib bu Hoji akamiz, bu hammasi mana aka-ukalar, aka-uka sostavlar. Bizda brigadalarimiz Xudo xolasa hozir hamma joyda ishda. Toshkentda bir, ikkita, uchta brigadamiz. Endi qo'limizdan kelganicha hamma joyga borib harakat qilib, Andijonda kecha yana bitta brigadamiz bitirib kelishdi. Videoga ola olmadik, bora olmadim to'g'risicha uzoqlik qilib. Endi mana shu kelgan joylarimizni mana videoga olib, chiroyli qilib sizlarga tanishtirib o'tamiz. Betimiz kazroklarimiz 80 sent chiqqan kazroklarimiz, ponni 80. Endi darvozaxonamizga bir chiroyli fasonda o'ylaganmiz, bu yerga ham akamizga yoqqan narsani qilib beramiz inshaalloh. Xudo xolasa betini ham chiroyli qilib harakat qilib mana betni bitganida bir sizlarga yana bir tanishtirib chiroyli qilib o'tib ketamiz. Holat Xudo xolasa bu uyda aytdim, Xudo xolasa aka tanimaydigan qilib chiqib ketamiz. Bu ham ko'rib, qiziqib. Biz ishimizni bitta ikkitasi maqtabdi. Endi Xudo xolasa yaxshi qilib qo'limizdan kelganicha chiqib ketamiz degan umiddamiz. Mana burchaklarimiz. Sizdan uzoqlashmang. Aka, assalomu alaykum. Sizimisiz? Bizdan uzoqlashmang. Like-baklarni bosib, kommentariyalar yozaverasizlar, bexijolat javob qaytaramiz degan umiddamiz. Telefon qilaverasizlar, qo'limizdan kelganicha sizlarga yana bir tushuntirib, hamma narsani o'tib ketamiz. Sizlar bilan usta telefon.